Hurmatli Prezidentimizni 2026-yil 13-mart kunidagi 103-sonli qarorlarning ijrosini ta'minlash maqsadida bugun Namangan viloyatida Milliy statistika qo'mitasini kadrlarni malakasini oshirish va tadqiqotlar institutini malakali mutaxassislari tomonidan viloyatimizdagi sog'liqni saqlash, xizmat ko'rsatish, savdo, qurilish, qishloq xo'jaligi korxonalaridagi iqtisodchi mutaxassislarga statistik hisobotlarni shakllanish jarayonlari to'g'risida amaliy o'quv seminarida ma'lumotlar berib o'tildi. Statistika asoslari sayyor o'quv kursida statistika sohasida bo'layotgan tub o'zgarishlar, islohotlar bo'yicha statistik hisobotlar, kuzatuv shakllari, hisobotlar taqdim etish muddatlari bo'yicha tushunchalar berib o'tildi va statistika nazariyasi, statistika uslubiyatlari bo'yicha o'quv kurslari tashkil etilib, tinglovchilarga statistika sohasida bo'layotgan o'zgarishlar haqida to'lovlicha bilim va ko'nikmalarni berib borilmoqda. Namangan viloyatida boshlangan sayyor o'quv kursimiz asosan 3 kun davom etdi. 27-28 aprel kunlari va 29 aprel kuni mana shu o'qishni muvaffaqiyatli tugatgan tinglovchilarga kadrlar malakasini oshirish va statistika tadqiqotlar instituti tomonidan guvohnomalar topshirildi, tayyorlangan guvohnomalar va ular o'qishlarini muvaffaqiyatli tugatishdi.